kuzatuvchilarimiz, hozirgi patsientkamiz 3-marta gastroskopiya qilyapman embrion transferga tayyorlash uchun. Sababi bu ayolimiz 3 marta punksiya qilganmiz. Bittadan, ikkitadan, 3tadan kletka yig'ganmiz. Xo'jayinlari tez amaliyoti bo'lgan. 5 ta kletkadan 5 ta embrion hosil bo'lgan. Birinchi embrion transfer omadsiz bo'lgan. Ikkinchi embrion transferda o'zim tayyorlashni boshladim. Bacharonchini ko'rganimizda har safar endometrit alomatlari yaqqol gastroskopiyada ko'rinib turibdi. Bu ayolimizni 3 oydan beri nimaga qayta qilyapmiz? Sababi passiv qilib qaysi antibiotika частотаnisini aniqlab o'sha preparatni tanlaganimizda ham ayolimizda bir necha antibiotiklarga allergik holat kuzatildi. Shuning uchun antibiotiklarni o'zgartirishga to'g'ri keldi. Afsuski, mana lecheniyani oqibatida ham yallig'lanish alomati ketmagan. Endi yana boshqa guruh antibiotik qo'llashga majbur bo'lamiz. Sababi qachonki endometriyda yallig'lanish alomati ketgandan keyin ekishimiz mumkin.